to'sib qolishga harakat qilib shunchalik oldinga chiqdi. U juda aqlli va futbol qoidalarini juda yaxshi biladi. Rakib jamoa hujum qilayotgan paytda u darvozaga qaytib yugurmagan, aksincha oldinga chiqqan. Rakib futbolchisi pas berganida darvozabon qo'lini ko'tardi va ofsayd talab qildi, chunki hujum qilayotgan futbolchi darvozabondan orqada bo'lsa, bu ofsayd hisoblanadi. Bunday qoidani futbolchilarning atigi 1% to'sib qolishga harakat qilib shunchalik oldinga chiqdi. U juda aqlli va futbol qoidalarini juda yaxshi biladi. Rakib jamoa hujum qilayotgan paytda u darvozaga qaytib yugurmagan, aksincha oldinga chiqqan. Rakib futbolchisi pas berganida darvozabon qo'lini ko'tardi va ofsayd talab qildi, chunki hujum qilayotgan futbolchi darvozabondan orqada bo'lsa, bu ofsayd hisoblanadi. Bunday qoidani futbolchilarning atigi 1% Jim,